Har bir o'tkazmangizdan ushlab qolinadigan komissiya sizga deyarli bilinmaydi. Lekin ular mana shunday pullaringizni mayda-mayda bo'lib yo'qolib ketishiga sababchi bo'lishi mumkin. Tezda ilovasi orqali siz Rossiyadan O'zbekistonga yoki O'zbekistondan Rossiyaga hech qanday komissiyalarsiz pul o'tkazishingiz mumkin. Assalomu alaykum, Reformuz kanalining obunachilari va internet foydalanuvchilari. Biz boshladik. Isroil oxirgi 75 yildagi eng dahshatli hujumlardan aziyat chekmoqda. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi sobiq tahlilchisi Larry Johnsonning aytishicha, so'nggi 5 kun ichida Isroil so'nggi 75 yildagi eng halokatli zarbalarga uchradi. Uning fikricha, Tel Aviv Tehron bilan mojaroda yutqazmoqda va Isroil hukumatı buni tushunadi. Nima uchun Isroil AQShni Eron bilan urushga tortmoqchi? Chunki ular mag'lub bo'lmoqda. Ular o'zlari o'ylaganidek Eronni mag'lub qilmayapti. Bu kichkina odam o'zini buyuk jangchi deb o'ylab barga kirib mushlasha boshlaydi va bunga dosh bera olmasligini tushunadi, deb tushuntirdi ekspert. Uning so'zlariga ko'ra, Isroil hukumatı Eronga qo'rqoqlarcha hujum qilish, muxolifatga hokimiyatni o'z qo'liga olish imkonini berishini oldindan bilgan. Bundan tashqari, Tel Aviv atigi 24 soat davomida muvaffaqiyatli kurash olib bordi xolos. Tahlilchining so'zlariga ko'ra, Isroil rasmiylari Eron tizimlarini bir necha kunga o'chirib qo'yadi deb o'ylagan, biroq mutaxassislar ularni 10 soat ichida tiklagan. Natijada, deya qo'shimcha qildi Jonson, Isroil shunday vaziyatga tushib qolganki, hujum qilishning yagona yo'li samolyotlardan bomba va raketalarni tashlash bo'lgan. Ular Eron ustidan uchib o'tishga da'vo qilmoqdalar. Men bunga ishonchim komil emas. Agar ular uchib ketishsa, bu Eronning havo mudofaa tizimi katta darajada vayron bo'lganini yoki samarasizligini bildiradi, deya taklif qildi ekspert. Shu bilan birga uning ta'kidlashicha, Isroilda temir gumbaz, Dovud palahmoni va THAAD tizimlari mavjud, ammo ularning kuchi yetarli emas. Tahlilchining ishonchi komilki, Isroil o'z xavfsizligini ta'minlay olmaydi. Battar bo'l. Eron AQShga ogohlantiruv berdi. Agar aralashsangiz javobimiz keskin bo'ladi. Atab News xabar berishicha, Eron AQShning urushga qo'shilishi holatida keskin javob berishini yana bir bor ta'kidladi. Eron tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Kazem Garibabadi shunday dedi: Agar AQSh Isroilni ochiq qo'llab-quvvatlab urushga aralashsa, Eronda tajovuzkorlarga dars berishdan va o'zini himoya qilishdan boshqa chora qolmaydi. Bizda barcha harbiy variantlar tayyor. U shuningdek AQShni hech bo'lmaganda neytral qolishga chaqirdi. Eslatib o'tamiz, kecha Eron oliy rahbari Ali Xomanay ham AQShga nisbatan harbiy tahdid bildirgan edi. AQSh prezidenti Donald Trump esa Erondan so'zsiz taslim bo'lishni talab qilmoqda, biroq shu bilan birga urushsiz kelishuv ehtimolini ham ochiq qoldirmoqda. Isroilning temir gumbazi nega Eron raketalarini tutib qola olmayapti? So'nggi haftalarda Yaqin Sharq mintaqasida, xususan Isroil va Eron o'rtasida yuzaga kelgan harbiy ziddiyat xalqaro jamoatchilik diqqat markaziga aylandi. Har ikki davlatning hujum va mudofaa imkoniyatlari sinovdan o'tgan bu jarayonda, ayniqsa Isroilning ko'p yillardan buyon g'urur bilan namoyon qilayotgan va yengib bo'lmas deb ta'riflanadigan havo mudofaa tizimlarining chegaralari va imkoniyatlari jiddiy imtihonga duch keldi. Ayniqsa Eron tomonidan uzoq masofali va gipertovushli raketalar bilan amalga oshirilgan so'nggi hujumlar fonida bitta savol yanada dolzarb tus oldi. Nega dunyoda mashhur bo'lgan temir gumbaz tizimi Eron raketalari oldida zaiflik ko'rsatyapti? Eronning raketa arsenali va uning imkoniyatlari haqida. Ma'lumki, Eron o'z raketa sanoatini so'nggi 10 yilliklarda jiddiy rivojlantirdi va bugungi kunda mamlakat qo'lida o'nlab turdagi turli masofaga uchish qobiliyatiga ega raketalar mavjud. Oxirgi hujumlarda esa Tehron, Tel Aviv va Hayfa kabi Isroilning yirik shaharlariga maksimal tezlik va razillik bilan zarba bera oladigan gipertovushli va ballistik raketalardan foydalandi. Jumladan Imod, Qadr va Xaybar Shakan kabi raketalar nafaqat uchish masofasi, balki aniqligi va zarba kuchining yuqoriligi bilan ajralib turadi. 2015-yilda Eron tomonidan ishlab chiqarilgan Imod ballistik raketasi 1700 kilometrgacha parvoz qilib, 10 metrgacha aniqlikda nishonni ura oladi. Bu raketa yadroviy yoki boshqa turdagi og'ir jangovar kallak bilan ta'minlanishi mumkin va uning burun qismi maxsus konusli shaklda tuzilgan bo'lib, kallakning havoda portlashini ta'minlaydi. Bu esa kimyoviy yoki elektromagnit impuls kabi tahdidlarni ko'proq samara bilan yetkazishga imkon beradi. Shuningdek, Qadr raketalari 1600-2000 kilometrgacha masofaga uchib, 650 ming kilogramm og'irlikdagi portlovchi modda olib yuradi.
Bu turdagi raketalar bir necha xil versiyada ishlab chiqariladi va ularning har biri muayyan masofadagi nishonlarni aniq ura oladi. Masalan, Qadr S, Qadr X va Qadr F turlari turli uchish masofasi bilan ajralib turadi. Eng zamonaviylaridan biri Xaybar Shakan 2022-yilda taqdim etilgan bo'lib, bu raketa qattiq yoqilg'ida ishlaydi va 1450 km masofagacha to'g'ridan to'g'ri zarba bera oladi. Uning aniqligi 30-40 metrni tashkil qiladi va o'zi bilan 550 kg jangovar kallak olib uchishi mumkin. Xaybar Shakan raketasi o'zini gipertovushli va trayektoriyani parvoz vaqtida bir necha bor o'zgartira oladigan qurilma sifatida namoyon qildi. Isroilning ko'p qatlamli mudofaa tizimi. Isroil harbiy sanoati dunyodagi eng texnologik rivojlanganlardan biri hisoblanadi va bu mamlakat havo mudofaa tizimlariga katta mablag', zamonaviy ilmiy ishlanmalar va ko'p yillik tajriba sarfladi. Isroilning mudofaa tizimi bir necha darajadan iborat bo'lib, ular orasida nayza, Dovud palaxmoni va temir gumbaz tizimlari alohida ahamiyatga ega. Nayza tizimi maxsus ravishda uzoq masofali, ballistik va gipertovushli raketalarga qarshi ishlab chiqilgan. Bu tizimdagi har bir raketa bir necha million dollar turadi va asosiy vazifasi dushman raketalarini atmosferadan tashqarida, ya'ni baland qatlamlarda urib tushirishdan iborat. Dovud palaxmoni esa 40-300 km masofadagi taktik raketalar, dronlar, qanotli raketalar va hatto dushman samolyotlariga qarshi samarali ishlaydi. Bu tizim 2017-yildan buyon faoliyatda va uning maqsadi o'rta va uzoq masofadan uchirilgan raketalarni yo'q qilish. Temir gumbaz esa qisqa masofali raketa va artilleriya snaryadlarini to'xtatish uchun mo'ljallangan bo'lib, u 4 kilometrdan 70 kilometrgacha bo'lgan hududda faoliyat yuritadi. Bu tizim Isroilga yaqin hududlardan otilgan raketa va snaryadlardan aholini va muhim obyektlarni himoya qilishda katta samara bergan. Nega temir gumbaz Eron raketalariga qarshi kurasha olmayapti? Ayni paytda dunyo hamjamiyatini qiziqtirgan asosiy savol shundaki, nega temir gumbaz kabi mashhur tizim gipertovushli va ballistik raketalarga qarshi samarasizlik ko'rsatdi? Masalaning yechimi uning texnik xususiyatlarida. Temir gumbaz asosan qisqa masofaga otilgan snaryadlar va raketalarni urish uchun ishlab chiqilgan. U ballistik yoki gipertovushli raketa kabi yuqori tezlik va uzoq masofaga ega qurollarga qarshi mo'ljallanmagan. Bundan tashqari Eron so'nggi hujumlarda glayder qurilma deb ataluvchi moslama qo'lladi. Bu qurilma raketa uchirilgandan so'ng trayektoriyani bir necha bor o'zgartirish imkonini beradi va Isroilning mudofaa tizimlarini chalg'itadi. Shu bois nayza va Dovud palaxmoni kabi yuqori qatlam tizimlari ko'plab raketalarni atmosferada urib tushira olgan bo'lsa-da, ayrim raketalar baribir nishonga yetdi va qurbonlar ham bo'ldi. Mashhur harbiy tahlilchilardan biri Sergey Migdal ta'kidlashicha, Eron ballistik raketalari atmosferadan tashqariga chiqib, u yerdan kinetik energiya bilan yuqori tezlikda pastga tushadi va temir gumbaz tizimi bunday qurollarni ushlay olmaydi. Faqat nayza va Amerikada ishlab chiqarilgan THAAD tizimlari bunday tahdidlarga qarshi tura oladi. Migdal fikricha, aynan ushbu tizimlar bo'lmaganida Isroilning markaziy shaharlari yanada katta vayronaga aylanishi mumkin edi. Video ostida o'z fikringizni qoldiring, haqorat qilmang. Reforma o'z voqealar rivojini yoritishda davom etadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.